Ustoz, ichimda gap topdingiz. İçimda gap topdingiz, ustoz. Aytolmay yuruvdingizmi? Dars berganda qiynaldingiz rosa. İçimda gap topdingiz, ustoz. Ayollar to'lida duh beryapsizda. Yana biz xafa bo'lamiz. Nega biz gapira olmaymiz? Nega biz duduqmiz? Biz shukr aytishimiz kerak duduqligimizga. Shu holatda yashab turib. Men hozir bir xil vaziyatlarni, bir xil gaplarni aytaman, u achchiq bo'lishi mumkin. Ko'zimga qarang. Yoshingiz 22 da. Yurish jarayonida, yurish, qadam tashlashingizda men baribir sizga qarayman. Men majburman sizga qarashga. Men osmonga, yerga, teshikka qara olmayman. Nahotki siz bilib turib Toshkentga kelyapsiz, darsga kelyapsiz. Nahot siz mana elementar naskiz bor, 10 ming olib keling, bitta 10 ming so'm naski bor. Chiqing. Chiqing, naski olib kelib bering. 10 ming so'mga 40 mi 41 mi razm. Siz nahotki mas'uliyatni olib men Toshkentga boryapman. Ustozlarning oldiga boryapman. Men u yerda muloqot qilaman. Men shunchalik hitga, shunchalik men burnim bilan qulog'im, nafasim hammasi rivojlanib ketgan. Men kichkina narsalarga ham juda ham qattiq qilaman, reaksiya qilaman. Bu aytiladi tartib, intizom, gigiyena, bu aytiladi mas'uliyat. Nima uchun aql zaif o'zini tozaligini qila olmaydi, unga spravka beradi, sizga spravka bermagan hech kim. Nega sochlaringizni mana qarang, nahotki shuni sovuq suvdanmi yuvib kela olmaysizmi? Siz tushuning, odamlar shunga qarab sizni kimligingizni belgilayapti hozirgi kunda. Yana xafa bo'lasiz, nega gapira olmayapman? Nega meni hech kim eshitmayapti deb xafa bo'lasiz? Kim eshitadi sizni? Qo'lingizni mamdaqa qilib tursangiz, o'tirganda mamdaqa qilib kulsangiz, erta tongdan turib bitta dush qabul qilmay, dushingiz bo'lmasin, tog'oraga suv qilib o'zingizdan bunday chay yorsangiz bo'lmaydimi? Bu hammasi fikrga, so'zga, tinglanishimizga, bizni qabul qilishlariga, bizni eshitishlariga bu to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. O'zingizni mana o'zingizni his qilib ko'chada mamdaqa yurasiz-ku. Kiygan kiyimingiz mayli u qimmat bo'lmasin, u toza bo'lsin, top-toza bo'lsin, kir sovun bilan yuvib kelmaysizmi? Yelkalaringizni ochib yurishingiz uchun sizni ichki kiyimingizdan tortib naskizgacha, sochingizni, mana bu turmagingizgacha, tishlaringizni tozaligigacha bu ta'sir qiladi. Dars o'tamiz, mana shunday o'tiramiz, chidab bo'lmaydigan darajada kelyapmiz. Chidab bo'lmaydigan 25 yoshli bolalar tishini yuvmasdan kelyapti. Qanday dars o'tamiz ayting? Necha pulga oldingiz? 16 ming. Bo'ldi mana sizga 16 mingga naski. Bo'ldi. Kiyingda qaytadan kiring xonamizga. Nimaga? Oling. Bo'ldi, kiying boring. Boring kiying. Kiring vannaga. Uni yechib musorga chiqaring, otib yuboring. Iltimos qilib beringlar. Bechora gullarim ham chirib ketyapti. Shunchalik ota-onalar farzandinglar 2, 3, 4 yosh bo'lganda gigiyenaga o'rgatinglar. Bizlar ham qishloq farzandlari, bizlar ham qishloqdan chiqqan, Surxondaryodan chiqqanmiz. Dushimiz bo'lmasa ham krandan yoki bir chelakka, oftobaga suv qilib qilardik shu narsalarni. Ertaga 22-30 yoshli bolalaringizga odamlar irganib gaplashmaydi. Nutqi zo'r bo'lsin, fikri zo'r bo'lsin, lekin biror bir xit bo'lsin. Boring birorta shifokorga. Hozir dezodorantlar chiqib ketgan. Har xil uskunalar, har xil tabletkalar, har xil dorilar chiqib ketgan. Agar bu qanaqadir kasallik bo'lsa, bor-ku o'zini mutaxassislari. Farzandingizni tili zo'r, burroq bo'lsin, fikri, bilimlari zo'r bo'lsin. Tozalik, elementar gigiyenasi bo'lmasa, uni hech kim eshitmaydi, irganadi, basharasini unda qilib buraydi. Iltimos, majbur bo'ldim gapirishga shu narsalarni. Dars o'tishimiz takita qiyin, lekin yana badbuxt hid keladi, chidab bo'lmas darajada. Yechganini tashlab yuboring, bo'lmasa hozir tualetim sasib ketadi.